Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Bounty shirinligini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib kokosli kremimizni tayyorlab olamiz. Kremimizga yaxshi mazza, hid berish uchun kokosli essensiyadan foydalandik. Kremimizni videoda ko'rsatilgandek tayyorlab, bir kunga xolodilnikka olib qo'yamiz. Keyingi kremimiz afforminatsiya uchun ishlatiladigan shokoladli ganaj bo'ladi. Bu kremimizni ham videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlik tayyorlab, ustini kontakt qilib yopib, xolodilnikka bir kecha kunduzga olib qo'yamiz. Ana endi asosiy kokosli nachinkamizni tayyorlaymiz. Kokosli nachinkamiz uchun biz maskarpone siri va sifatli kokosli strujkadan foydalandik. Nachinkamizga ham hid va maza berish uchun kokosli essensiyadan foydalandik. Tayyor nachinkani silikon qolipiga solib, tekislab, yaxshilab urib, silikondan ortiqcha havolarni chiqarib tashlaymiz. Bir kun oldin tayyorlab qo'ygan kokosli kremimizni mikser yordamida yaxshilab ko'pirtirib olamiz va nachinkamizni ustidan siqib, yaxshilab tekislab, salofan paket yordamida kontakt qilib yopib, muzlatish uchun mordilkaga yuboramiz. Shirinligimizni tayyorlanish jarayonlari, texnik kartalari to'liq holatda Telegram kanalimizga joylab qo'yilgan. Bemalol yuklab olib foydalanishingiz mumkin. Shirinligimizni yasatish uchun shokoladli gurme tayyorlab olamiz. Iliq holatdagi shokoladli gurmega zagotovkamizni botirib olamiz. Ustidan kokosli strujkamizni sepib, shirinligimizni bir chekkaga olib qo'yamiz. Bir kun oldin tayyorlab qo'ygan shokoladli ganajimizni vinchik yordamida yaxshilab krem holatiga keltirib, nasotka yordamida shirinligimizni ustidan siqib chiqamiz. Ushbu tayyor shirinligimizni hamma o'z xohishiga ko'ra bezatib, yaqin insonlarni dasturxoniga tortib, ularning ko'ngillarini ko'tarishingizni tilakdoshimiz. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab uchun hammaga rahmat, hammaga yoqimli ishtaha, hammangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin.